Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir kunlari. Abdulaziz Usmon. Rasululloh tunning yarmida. Gohida tahajjud o'qishdan oldin Allohga tasbih aytib, keyin namozni boshlardilar. Namozdan oldingi tasbih va ulug'lash Allohga yuzlanishga ruhni tayyorlashdek edi go'yo. Oysha onamiz bu haqda shunday degan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechqurun uyg'onsalar, 10 marta Allohu akbar, 10 marta alhamdulillah, 10 marta subhanallohi va bihamdihi, subhanal malikil quddus, 10 marta istig'for aytar, 10 marta la ilaha illalloh va 10 marta Allohim, men sendan dunyo va oxirat torligidan panoh so'rayman der edilar. So'ng namozni boshlardilar. Tungi ibodatni 2 rakat yengil namoz o'qish bilan boshlar edilar. Odamlarga iymon bo'lganda yengil namoz o'qib berar, o'zlari alohida o'qiganda uzoq o'qir edilar. Barcha namozlari ichida eng uzuni kechki namozlari bo'lardi. Allohning kechaning ozginasidan boshqasini ibodatda bedor o'tkaz. Yarmida yoki undan bir oz qisqarog'ida bedor bo'l degan amriga itoat qilib, tunlari uzoq namoz o'qirdilar. Hamma qattiq uyquga ketgan paytida u zot sallallohu alayhi va sallam olamlar Robbiga yuzlanib, hokisorlik bilan ibodat qilar edilar. Tahajjud namozlarida uzun suralarni qiroat qilar, rahmat oyatini o'qiganda Allohning rahmatini so'rar, azob oyatini o'qiganda panoh so'rar, tasbih oyatlarini o'qiganda tasbih aytar edilar. U zotning tahajjud namozlariga guvoh bo'lgan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu uning uzunligini vasflab shunday deydi. Bir kecha Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan namoz o'qidim. Qiyomda uzoq turaverganlaridan bir yomon ish qilmoqchi ham bo'ldim. Menga nima qilmoqchi bo'lding? deyishdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni tik qo'yib, o'zim o'tirib olmoqchi bo'ldim, dedim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tungi namozni uzoq o'qiganlaridan muborak oyoqlari shishib ketardi. Shunday paytlarda Alloh sizning avvalgi-yu oxirgi gunohlaringizni mag'firat qilgan bo'lsa, nima uchun o'zingizni bunchalik qiynaysiz? deyshar. U zot sallallohu alayhi va sallam shukr qiluvchi banda bo'lmayinmi? der edilar. Gohida tahajjud namozining bir rakatida 5 poradan ko'proq Qur'on oyatlaridan o'qirdilar. Huzayfa radhiyallohu anhu o'zi guvoh bo'lgan tahajjud vasfida shunday degan. Kechalarning birida Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan namoz o'qidim. Baqara surasini o'qish bilan boshladilar. 100-oyatda ruku qilsalar kerak desam, qiroatda davom etdilar. Baqarani bir rakatda o'qib, ruku qilsalar kerak desam, Oli Imron surasini boshladilar. Keyin Niso boshladilar. Uni ohista o'qir edilar. Tasbih oyati o'tganda tasbih aytar, so'raladigan joyi kelganda so'rar, panoh tilaydigan joyi kelganda panoh tilardilar. So'ngra ruku qilib, rukularida subhana robbiyal azim derdilar. Rukularining miqdori ham qiyomlariga yaqin bo'lardi. So'ngra samiallohu liman hamida deb rukuda turganlari kabi uzoq turardilar. So'ngra sajda qilib subhana robbiyal ala derdilar. Sajdalarining uzunligi ham qiyomlariga yaqin bo'lardi.
Bir marta bitta oyatni tahajjud namozida takror o'qib, tongga qadar boshqa oyatga o'tmaganlar. Abu Zar radhiyallohu anhu bu haqda shunday degan: Nabiy sallallohu alayhi va sallam: agar ularni azoblaydigan bo'lsang, bas, albatta ular sening bandalaring. Agar ularni mag'firat qiladigan bo'lsang, albatta sen o'zing azizsan, hakimsan. Oyatini tahajjud namozida qayta takrorlab tong ottirar edilar. Tahajjud namozidagi sajdalarida ko'p duo qilardilar. Ummatlarini ham bu lahzalardan foydalanib, hojatlarini Allohdan so'rashga targ'ib qilib, bandaning Robbiga eng yaqin bo'ladigan holati sajda qilgan paytida der edilar. Sajdalarida quyidagi duoni qilar edilar: Allohumma laka sajadtu va bika amantu va laka aslamtu. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Duoning ma'nosi: Allohim, senga sajda qildim, senga iymon keltirdim va senga bo'yin egdim. Yuzim xalq qiluvchi, surat beruvchi va ko'zni, quloqni ochuvchi zotga sajda qildi. Yaratuvchilarning eng go'zali Alloh barokatlidir. Allohim, gunohlarimning barchasini, kichigi va kattasini, avvali yu oxiri, oshkorasi yu yashirinini kechir. Allohim, sening roziliging ila g'azabingdan, ofiyating ila uqubatingdan panoh tilayman. G'azabingdan panoh tilayman. Sening sanoingni hisoblay olmayman. Sen o'zingga sano aytganingdeksan. Mana insoniyatning afzali, payg'ambarlarning sayyidi, Allohning habibi u zotga ana shunday iltijo qilar edilar. Bu zot odam alayhissalomdan qiyomatga qadar keladigan butun insoniyatning eng afzali ekanliklari bejiz emas. Tahajjudni 8 rakatgacha o'qir edilar. 3 rakat vitr namozi bilan yakunlardilar. Vitrni boshlashdan oldin onamiz tahajjudga turmagan bo'lsalar, uyg'otar edilar. Onamiz ham turib vitrni o'qib olardilar. Namozlarini uyda kichkina bo'yra ustida o'qir edilar. Ba'zan namoz o'qiganda Oysha onamiz qibla tomonda ko'ndalangiga yotgan bo'lsalar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sajdaga borayotganlarida onamiz oyoqlarini yig'ishtirib olar, qiyomga tursalar yana oyoqlarini cho'zardilar. Oysha onamiz o'zlari bilan sodir bo'lgan voqeani bayon qilib shunday deydilar: bir kecha to'shakda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yo'qotib qo'ydim. Qidirib ko'rgan edim, qo'lim oyoqlarining o'rtasiga tegdi. Sajdagohda ekanlar. Ikki oyoqlari esa tik turardi. Sajdada Allohumma a'udhu bi ridaka min sakhatik va bi mu'afatika min 'uqubatik va a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. Allohim, sening roziliging ila g'azabingdan, ofiyating ila uqubatingdan panoh tilayman. Sendan, ya'ni g'azabingdan panoh tilayman. Sening sanoingni hisoblay olmayman. Sen o'zingga sano aytganingdeksan. Gohida onalarimizning uyqularini buzmaslik uchun
tahajjud namozini masjidga chiqib o'qir edilar. Habibimizning bu go'zal sunnatlarida u zotning ayollarini naqadar avaylab e'zozlashlarini ko'rishimiz mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir kunlari. Abdulaziz Usmon